Agar uyingizda faqat non bilan kartoshka bo'lsa, men sizlarga hozir ajoyib retsept aytaman. Kakirada shu narsa bor, faqat nonli chips bo'ladimi bu? Birinchi bo'lib turib kartoshkani po'stlog'ini archamiz. Ha bu kartoshkani po'stlog'ida yarim archib tayyorlayapsiz-ku, bu nima qoladi keyin? Aka bitta udar maslahatsiz, hech qachon sunnat qilmang birodar. Undan so'ng bitta qalampir olib, Bu kartoshka bilan non o'zi faqat tretий lishniy ekan aka. uni to'g'raymiz. Manimcha hammani uyida ikkita dona tuxum bo'lsa kerak. Uyda emas, o'zimiz bilan olib yuramiz, lekin no, uni ishlatib bo'lmaydi. Bularni sal keyinroq qo'shamiz. O'zizga qo'shib o'ring, menga o'zimga kerak hali. Uyda sariyog' bo'lmasa lekin uyatda. Da, sariyog'siz uymi qo'shing, yana Kolumbiya sitrus mevalaridan, Dubayda bananlardan qo'shing siz ham. Bundan ozginasini olib qolamiz. Yana bizga piyoz, ukrop va ketchup mayonez kerak bo'ladi. Bular kam, birat sosiska ham qo'shing orasiga. Shularni hammasini qo'shamiz va ajoyib osh tayyor. Ketchup qani, buni tuxumi qani, qayerdan kelib qoldi go'sht, qoshiq qayerdan keldi? Aka siz non bilan kartoshkadan osh qildingizmi? Sizga bitta piyozni o'zdan shashlik qilib beraman, keling oldimga.